Men yeni keldim. Salam do'stlar, yaxshimi? Men Almira. Men yeni keldim qizlar. Yangi bir vloglarni olib keldim. Oxirgacha ko'ringlar, g'anjo qilishni unutib qolmanglar. Yosh bola, qilayotgan yangilik ishlarimni bekchiq ko'rib turibsizlar. Qachon bek oldirashchiligimda ish qilib, o'zim bilimda adimni 4-oydan boshlab bir ish besib oldi. 6-oydan boshlab texnikmi besib oldigan o'shaydi bu ishlar. Shuni nima shop ketib bordigandi deydigan do'stlarimiz cho'qqum g'anjo qilishni qat'iy unutib qolmanglar qizlar. O'g'illar, yigitlar, bolalar, yosh bolalar, yosh bolalar unda bo'lsa, marab qo'yib, g'anjo qilmay ketgandan g'anjo qilib pochi ko'gininglar yaxshidu. Bek marsanglar bo'lmaydi. Shuninglar, qizlar bugun nima ish qildim desanglar, yaqin do'stimiz shu Xurshidaning yomon katta bir faoliyati bor edi. Shuningga mahisa tovjonlarimni keydim, qopqarmikin deb qolmanglar. U yerlarga uzamchi mana narsalarni tapiy qilib yasanmoqchi edim. Hamda bu vlogim shu meningki, shu Azimat bilan Xurshida do'stimizninki, shu Urumchi qaytib kelgandan keyinki muavvalaqi yangi obraz vakili bilan to'xtam tuzish murosimini o'tkazgan deb shuni chaqirib degan do'stim kelsanglar deb. Voy bo'ladi, bormam degan borimiz tiris miris chiste yasinib borimiz deb. Mana shunaqaroq yasinib qo'ydim qizlar. Odat sizlarning mushtahisa tovjoninglar bo'lsa, nima qanday dapiy qilishni uqmay qolsanglar, cho'qim yingsa jinsa qilib bermay, mana o'shash bir rang o'ynab yiqinglar qizlar. Maydamga unda taqilgan bulab shekillik narsami kep ketgan deb yetibdi. Mushna maslashqida qolgan bilan oyog'im bor edi. Masom qilib mushtali bo'laychi qachalik oltin qinimdek jur ketmay amdi deb mustaqroq qo'ydim. Qizlar qanaqroq bo'ptimi? Yarashibdimi, yarashmabdimi? Odatda mushunga o'xshash oddiy bo'lgan kiyim-kechaklarnigimi boshqacha g'ayriy narsalarni payliqsa, uning dantisi texmi oshidi. Shuning bilan taras turis keldim Lalaliga. Shuni olamiyag ismingiz yozmasangiz kirgizmaymiz deydi. Voy, Yizpray muborak ismimni dedimda, shuni ola Ferlonaniki sovg'atlarini bergan uni elib kirsam, mana jo'zimizda do'stlarimiz, mana adillarimiz o'tirib paranglashib, mo'dishib, gap boshlanib ketdi. Albatta Azimat bilan Xurshida do'stimizni tonimaydigan do'stlarimiz yo'q deb o'ylayman. Ferlona Marksi Sinjan bozoriga kirgandan buyon shunchalik cho'ng natijalarni qozondi deb o'ylayman. Chiroyli do'stimiz Xurshida bilan Azimatmi shunchalik gul chiroy tabassumlari bilan bizningki so'rnimizga kirdi. Albatta bularningki shu hikoyalardan yoki ish izlaridan hammamiz xabarsiz emas, shunaqo. Chiroyli do'stimiz Nijat Vali Yoqubning tatliq so'zlari bilan bu marosimni boshlab ketgan bo'ldik. Shuning bilan birga Ferlona Marksini qurg'uvchilari mana Xurshida bilan Azimat apandim o'zining natijalarini bizga ko'rsatish bilan birga, albatta bundan keyingi yangi yaratmoqchi bo'lgan natijalar to'g'risida bizga shunday yaxshi paranglarni qilib berdi. Albatta men bu ishkisini nariga bak havas qilaman desanglar, ayol ishkisini bir-birsiga shunchalik muhabbatdan boshqa yana qo'llash, eng muhimi qo'llashda. Azimat apandimni o'zimiz bilamiz, yoshlarimizning donliq naqshchisi. Albatta shu o'zining kasbini qarib qo'yish bilan birga o'zining ayoliningki mushu orzusi uchun tang yinida yondosh bo'lib, bolalarini bir kunmi o'zining yindan aramay, dadiliq ham erlik burchini shunday yaxshi ado qilib kelgan do'stimiz Azimat. Undan boshqa Xurshida bo'lsa, albatta o'zining ayollik xizmatidan boshqa onalik xizmati hamda mushu vakolatchilariga vakil bo'lgan mushu vazifasini shunchalik chiroyli o'rindab mangdi. Albatta Xurshida bilan Azimatning bir-birini qo'llaydigan, rag'bat qiladigan, har vaqt sizning yiningiz manba, men sizning yiningizda bor degandek chiroyli gap so'zlar bilan mayli qiyin kuni bo'lsin yoki xo'shallik kuni bo'lsin, bir-birsiga hamroh bo'lgan bu ish izlari to'rdoshlarimizlar emas, o'pchorsiga mana bizdek yaqin do'stlarni ta'sirlantirib kelyotdi. Shuning bu ish kilsining mangu mushtaq go'zal baxtli bo'lib o'tkitishini chin yuragimizda umid qilamiz. Har qanday bir ayol kishiniki hozir orzu armonlari intayin cho'ng bo'libmi bu vaziyatlarda, bu jamiyatda shunaqo dal mushtaq vaqtda o'zini yaxshi ko'rgan hamrohi, yondishi, umrlik yo'lboshi o'zining qishida har vaqt men sizning qishingizni bog'u deb kuch madadlarni berib tursa, uningdanmi ortiq, uningdanmi katta bir eliqidek natija bo'lmasi kerak deb o'ylayman. Shuningga Xurshidaning yanida Azimatdek bir apandimning bo'libmi yo'ldishining bo'lganligidan, Azimatningki yanida Xurshidadek aqlli, chechan, ziyrak, mayli oilaga bo'lsin, mayli xizmatda bo'lsin, shuncha bola tirishchan bir ayol kishining bo'lganligidan shunchalik suyundik. Albatta mana bu faoliyatlarimiz abaysizlar ko'rib o'tgandek Azimat boshchiligidagi o'zining go'zal naqshlari bilan boshlanib, keyindan shunchalik hammamizning yaxshi ko'rishiga erishib, naqshlarni hammamiz yoqtirgan do'stlarimiz bu naqshlarni aytib berdi. Biz mo yanmadik mana joyimizda o'ltirib elib oyoqdan miyoqqa shunchalik bayzi naqshlardan huzurlangach usullarni o'ynabdik. Endi muhim yeri keldik.
Əmdi mühim yer keldik, ha? Anlamadım demanglar. Zogo logo çenven bir çogo deydan gep mişeden çıkıdı kızlar. Ondaq bolsa nemish bo'lib ketdi? Hammamizga tanishlik bo'lgan chiroyli do'stimiz Adila, shunchalik chiroyli tatliq so'zlar bilan riyosatchilik kasbida shunchalik yaxshi utuqlarni qozongan do'stimiz Adila. Mana bu Adilani chiroyli do'stimiz Xurshida Ferlona markasiga obraz vakillik tanlabdi. Bu kuni bularningki bu hamkorligini ko'rib biz shunchalik xush bo'lib ketdik. Albatta bir markaga o'z yaxshi ko'rgan, o'z yoqtirgan bir obraz vakillari tushidi deb o'ylayman. Ferlonadagi mana shu utuqlarga natijalarga bundan keyingi yangi natijalarga Adilaning hamdamda bo'lganligini anglab biz shunchalik xush bo'ldik. Shuningga Adila bilan Xurshidalariniki Ferlona markasiniki shu rangli kirim buyumlarni Şinjan bozorida texmo oldiga chiqarib texmo yaxshi natijalarni tang yarata oladiganligiga cheksiz ishonamiz. Mana shu tariqasida nurg'un chiroyli do'stlari, urug' tuqqanlari, vakolatchilari bularga shunchalik chiq guldastlarni ko'ngil sovg'alarini qilgan bo'ldi. Albatta buningdan o'ta ortiq natija va xo'shallik bo'lmasa kerak deb o'ylayman. Hozir yoshlarimizga intayin tez. Bo'libmi bizdek yoshlar bek tez. Dadamiz opamizning davridagi u 8 soat ishlab qo'ygan bir tal maoshiga bir oilni boqqan bilan rostga qilsak biz bir oilda 4-5imiz ishlab, o'nlab bir balni beqiplamaydigan vaziyatga keldik. Lekin mana shunda shunchalik raqobat kuchli mezgillarda yanalam er bo'lsin, ayol bo'lsin o'z ara o'zimizning kuchini chiqarib turib, mushu zamonga beqib turib, mushu raqobatlarni yengib turib, modaning oldi bo'lib turib, o'zimiz yaxshi ko'rgan orzularimizni oldida chepib turib, mushincha bola natija yaratishimizning o'zimi unchalik oson emas. Shuningga mayli qanchalik cho'ng kichik ishlarimiz bo'lishidan qat'iy nazar, hammamizning ishlarini shunday ro'naq deb ketishini, shunchalik yaxshi bo'lib ketishini, shunchalik o'ylaganimizdan bekrak go'zal bo'lishini chin yuragimdan umid qilaman. Shunaqlam Xurshida do'stimizning Ferlona markasidagi mushu yangiliklarning Şinjan bozorida o't bo'lib setilishini umid qilaman. Har ras anglasam texi Ferlona mahsulotlarini bundan Koreyada ishlab chiqardi deb angladim juma texi. Ma'noga teximi qiziqdim. Ash mahsulotining patarida Şinjan bozoriga kirsa, baldiroq tezroq ishiltib yiqishga va intizor bo'lib ketparman. Shuni bilan mana o'sha naqshi do'stlarga qo's nima degan payziya? So'rinlarni do'stlarini qizitib berdi ekan. Bu kuni bu ziyofati shunchalikmi qiziq. Oxirida Ferlona mahsulotlarini ishiltib shunchalik yaxshi ekan deb o'ylagan do'stlarimiz bo'lsa, Tianzan Guangzhou qilishlarni qat'iy unutib qolmanglar. Albatta, mana bu ishkisininki bundan keyingi kishilarga texmuxtuqlarni tilaymiz. Tianzan Guangzhou Juanfa Fenchanglarni unutib qolmanglar. Kela qitimliq va shi payzi zo'pinglarim yana sizlarni huzuringlarda amsa. Xayr xo'sh.